Bu ma'lumotlarni menga qotilni taniganlar aytib berishdi. Ayolni boshi tanasidan ajratildi va axlatga tashlandi. Voqea joyi Istanbul. Yana bir o'zbek ayoli o'ldirildi. Qotillikda ayblanayotganlar esa O'zbekiston fuqarolari. Durdona 37 yoshida Turkiyada o'zining turkiyalik diniy nikohli eri va o'zining 2 nafar qiz farzandi hamda turmush o'rtog'ining o'g'il farzandi bilan birga bir uyda yashashgan. Durdona qotili Dilshod bilan Turkiyada tanishgan. Erkak o'sha vaqtda oilali bo'lgan. Keyinchalik erkak O'zbekistonga qaytib ketgan va o'z ayolini javobini bergan. Durdonani oldiga Istanbulga qaytib kelgan. Bu ma'lumotlarni menga qotilni taniganlar aytib berishdi. Durdona o'z qotilini o'z qo'llari bilan Istanbulga olib ketdi deyishdi. Sizda ham menga o'xshab turli xil savollar tug'ildimi? Bu fojiaviy voqeaga tegishli bo'lgan keyingi barcha ma'lumotlar mening storieslarimda bo'ladi. Ya hamma joyda shu internetda, Instagram, TikTokda Istanbulda 37 yoshli ayolni so'yib ketishibdi, kesib ketishibdi, battar bo'y. Juvonimay bo'lib o'lish mana shunda bo'ladi. O'liging yalang'och holatlarda ko'chalarda qolib ketishi mana bu Xudo urgani mana shu bo'ladi. Boshida soddagina bo'lib, yaxshi niyatlar bilan bir so'm pul ishlab kelay deb chiqib ketasanlarda borib olib birovni erini yer qilib olgan. Ikkita dugona er talashgan, dugonasining yigitini talashgan, tortishgan. Rasvoy raddi balo qilardilar. Mana bittalarni o'liklaring bag'da, bittasiniki liftda, bittasiniki etda. Ana davboyoblar nima bo'ldi endi mana? Ha? Mana va qamalib ketdi, mana o'lgan o'lib ketdi, qolganlar endi aziyat chekadi. Qani halol mehnat qiladiganlar? Ha? Nimaga halol mehnatdan qochasizlar? Mana sevgili chetga borib olib, qaysi ahmoq sevgili qiladi? O'zini o'limiga yo'l ochishku. Halol ishlaydigan opa-singillarim, kasbkoriga baraka, sabr toqat. Internetda xabar tarqalib ketdi. Turkiyada o'zbek ayolini vahshiylarcha o'ldirib ketilgani haqida. Judayam ayanchli hodisa bo'libdi, judayam vahshiyona hodisa bo'libdi. Oila a'zolariga sabr tilayman. Bitta reelsga ko'zim tushib qoldi. O'sha ayol haqida eshitganlar gapirib chiqqan ekan. Keyin kommentariyasiga kiraychi deb kirib ko'rdim. Kommentariyaga kirsam, to'g'risi judayam uyalib ketdim. Turk ayollari irqi, millati, qayerdan kelib chiqishi, nima ish qilishiga qaramasdan turib, chiqib ayol o'ldirilgani uchun miting qilayotgan joyda bizani ba'zi bir ayollar, ba'zi bir ongi past, g'iybatchi ayollar chiqib olib mana bunaqa kommentariya qoldirishgan. Uyalinglar bu kunlaringizdan. Uyalinglar. Boshqa ayollar ayol tarafini olib miting qilsa bizani ayollar orqasidan sasishdan boshqasini bilmaydi. Qilsadimi, qismaydimi sizga nima? Qanday ketgani sizga nima? Nima uchun ketgani sizga nima? Inson o'ldirilyapti. Inson ayolni tushunadi. Ayol o'ldirilyapti. Uyaling bunaqa kommentariyalar qoldirishdan uyaling. Bu bitta kommentariya emas. Men bir nechta kommentariyalarni keltirib ko'rsataman. Mana bu kommentariyalarni ko'ringlar. Odam yoqasini ushlaydi. Orqasidan kirib sasishdan ko'ra o'tirib duo qilinglar. Har holda uni Alloh yaratgan. Turkiyada o'ldirilgan ayol, Durdona ismli ayolni birinchi videosi chiqqanda Turkiyada o'ldirildi deganida erkaklar yozgan edi kommentariyani men ko'rdim. Hammasi ha bu jala fohishaligi uchun shunday o'ldirishgan yaxshi bo'pti, battar bu deb yozishganlarni o'qidim. Mana hozir kechki paytgacha ikki o'zbek erkagi ayolni o'ldirgani o'rtaga chiqdi. Endi Turkiyada internet portlab ketdi. Hamma joyda hamma turklar kommentariya yozyapti. Bular qayerdan kelgan? Bularni kim qo'yib beryapti? Bu yoqqa kirib kelishiga. Endi o'zbeklar Turkiyaga borsa ham hamma yomon ko'z bilan qaraydi. Hamma yoqtirmaydi. O'zbekistonlik bo'lsa hammasi hurmat qilib, chiroyli gaplashib, biz qardosh davlatlarmiz deb gapirishardi-da. Hozir endi nima bo'ladi? O'zbeklarning obro'si bir pul. O'zbeklarni butun dunyo yomon ko'rib qoladi ketishda. Mana birodar chetga ishlaganlar borgan paytimiz, xuddi birodar uyga mehmonga borgandek borib kelsak. Birodar uyga mehmonga borganda ko'rsatmaymiz-ku, har xil yomon xulq-atvorimiz, xuddi shunaqa borib kelaylik. Istanbulda dahshatli xabar. 32 yoshlik Durdona Hakimova opamizning jasadi topilgan. Eng ayanchlisi shundaki, jasad boshsiz, ya'niki boshi uzib tashlangan, har bo'lagi parchalanib tashlangan holatda topilgan
Buni eng qizig'i kim qilgan deydigan bo'lsangiz, o'zbek millatiga mansub ikkita shaxs, ya'ni shu opamizni sevgilisi Dashot ismli bola 31 yoshda ekan, o'rtog'i tomonidan 2 kishi bajargan bu qotillikni. Bular qotillikni bajarib, ushbu konteynerga jasad solib, Gurjistonga qochib ketishayotgan mahal aeroportda qo'lga olingan. O'rtoqlar, ehtiyotkorlikni oshiringlar. Istanbulda ortiq ko'pchilik xalq aytayaptiki, tashqaridan ko'ra ichkari ancha xavfsiz bo'lib qoldi deyishyapti. Shuning uchun Turkiyadagi o'zbeklarni ogohlantirib qo'ying, Turkiya hayotini kuzatishda davom etinglar. Menimcha bu voqeani hamma bilgan bo'lsa kerak. Shu kechagi kun Turkiyada sodir bo'lgan voqea, ya'ni o'zbekistonlik opamizni boshsiz va maydalangan holatda jasad topilgan axlatdan va 2 soat o'tib o'sha turk polislari tomonidan aeroportda hibsga olingan jinoyatni sodir qilgan insonlar. Albatta bular ham shu O'zbekiston fuqarolari. Va hozirda shu turk ayollari o'sha opamizning nomidan mitinglar tashkil qilyapti. 10 minglab, 20 minglab ayollarimiz tashqarida o'sha opamizning nomidan miting tashkil qilyapti. Albatta bu respekt, chunki irqidan, qaysi mamlakat fuqarosi bo'lishidan qat'iy nazar o'sha adolat so'rab mitinglar tashkil qilyapti. Va o'sha opamizni oilasiga va farzandlariga sabr va ta'ziya bildiraman. Va shu musofirda yurgan opalarimiz, ukalarimiz, shu o'zlaringizni ehtiyot qiling, chunki sizlarni uyingizda ota-onangiz va farzandlaringiz kutadi, to'g'risi. Musofirning nonini yeyish oson emas-da. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Qadrli do'stlar, Turkiya xalqi bugun Istanbulda sodir bo'lgan mudhish jinoyat bilan tongni orttirdi. 25-yanvar kuni Istanbulning Shishli tumani Kuyulibog' ko'chasidagi mana shu axlat idishidan o'zbekistonlik ayol 37 yashar Durdona Hokimovaning boshsiz jasadi topilgan. Uning boshi esa boshqa ko'chada chimadandan topilgan. Mana shu qotillikni sodir etganlikda gumonlanayotgan 2 nafar o'zbekistonlik va bir Turkiya fuqarosi Istanbul aeroporti orqali boshqa mamlakatga, to'g'rirog'i Gruziyaga qochayotganda qo'lga olingan. Ayni vaqtda Turkiyaning mahalliy ommaviy axborot vositalari mana shu voqea joyida bo'lib, xabarlarni e'tiboringizga uzatib bormoqda. Jumladan Qalampir.uz ham ayni vaqtda Istanbulda bo'lib turibdi. Voqea tafsilotlarini sizga doimiy ravishda batafsil yetkazib borishga harakat qilamiz. O'zbekiston bosh konsulligining Qalampir.uzga bergan ma'lumotiga ko'ra, ayni vaqtda marhuma Durdona Hakimovaning Istanbulda istiqomat qilayotgan 15-16 yoshlar atrofidagi 2 nafar farzandi bor, ammo ular bilan haligacha aloqa o'rnatish imkoniyati bo'lmagan. Qalampir.uzda qoling, voqea tafsilotlarini Qalampir bilan kuzatib boring. Xuddi shunday musorlar orasidan o'zbek ayolni jasadi topildi. Kallasi boshqa bir musorkada, tanasi esa boshqa bir musorkada bo'lgan. Istanbulda o'zbek qizining boshsiz tanasi chiqindixonadan topildi. Xabarlarga ko'ra, Istanbulning Shishli Duatepe mahallasidagi axlat qutisidan choyshabga o'ralgan boshsiz ayol jasadi aniqlangan. Jinoyat joyini tekshirish guruhlari va ko'plab politsiya bo'linmalari jo'natilgan. Tananing kesilgan bosh qismi esa 2 ko'cha naridagi boshqa bir konteynerdan topilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, qurbon 32 yoshli o'zbek millatiga mansub ayol. Aniqlanishicha, qotillik qurbonning o'zbekistonlik sevgilisi tomonidan sodir etilgan bo'lib, jinoyatni sodir etishda uning do'sti yordam bergan. Ikkala shaxs ham Gruziyaga qochishga uringan vaqtida qo'lga olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, gumonlanuvchilar Turkiyada qurilish ishchisi bo'lib ishlagan. Mazkur holat bo'yicha surishtiruv jarayonlari bosh konsulxona nazoratiga olingan. Ayol kishi ojiza bo'ladi va qo'rqadi. Timoli o'z davlatdan chekkaga Yevropa chiqqan paytda kimgadir ishongiz keladi. Eng qizig'i bu yerda o'lgan ham O'zbekiston fuqarosi, o'ldirishgani ham 2 nafar O'zbekiston fuqarosi. Agarda shu insonlar ishlagan bo'lsa, umrbod qamoq jazosini bersin. Chunki ayol kishi o'zining davlatdan yiroqda, ota-onasi oldida emasdir, qarindoshi oldida emasdir. Shu insonlarga ishonib, qanaqadir ishqi munosabatda bo'lgandir yoki boshqa narsalar bo'lgandir, o'ldirib ketish yaxshi ish emas. Ayniqsa chet elda bir-birimizga padisha qilishni o'rniga o'ldirib ketishmoqda. Ogoh bo'linglar, ayollar kimlargadir ishonib qo'ymanglar. Sizlarning kunlaring ham mana shunday bo'lishi mumkin. Shu yuqorida ko'rgan 2 shaxs Durdona Hakimovaning o'limida gumonlanmoqda. Joriy yilning 24-yanvar kuni taxminan soat 19:40 atrofida Durdona Hakimovaning boshsiz tanasi chiqindilar atrofidan topilgan. O'rtoqlar,
Biz nimalar qilyapmiz? Bizga nimalar bo'lyapti? 2025-yilda andijonlik qizni o'z uyida chavolab ketgan ham O'zbekiston fuqarosi edi. Yuqorida ko'rib turgan ikki shaxs Durdona Hakimovaning o'limida gumonlanmoqda. Bular esa O'zbekiston fuqarolari. O'rtoqlar, bunchalik qilishlik uchun, ya'ni tanasini boshidan judo etishlik uchun inson qay holatda bo'lishligi kerak? U inson bo'lishligi kerakmi yoki yo'q? Ushbu ketishda Turkiya O'zbekiston fuqarolari uchun qat'iy qonunlarni joriy qiladi va ko'pchilik aziyat chekadi. Iltimos, sevmoqchimisiz? Kim bilandir yashayapsizmi? Iltimos, ozgincha bo'lsa ham aqlingiz bilan ish qiling. Mayli o'zingizni o'ylamang. Lekin mana shu yerda Turkiyada bolasini, ota-onasini boqayotgan musofirlarimizga rahmingiz kelsin. Mayli o'zingizni o'ylamang, bularni o'ylang. Chunki bitta O'zbekiston fuqarosini deb barcha O'zbekiston fuqarolari bundan keyin qora bo'lib ko'radi. Yana chiqindilar ichiga tashlab ketish bu insonlik emas. Judayam og'ir. Salomat bo'linglar. Xuddi shunday Misrni yashishga bugun bir o'zbek qizi so'yib ketganligi haqida video hamma joyda tarqalyapti. Xuloslar, men nima demoqchiman? Bunaqa qizlar juda ham ko'p ekan Turkiyada. Danni время o'zim Turkiyadaman. Bekordan bejizga bunaqa voqealar bo'lmayapti-da. 12 ta o'zbek bola ham bekordan bekorga bu ishni qilmagan. Bu meni fikrim, siz fikringizni bemalol kommentariyada yozib qolsangiz bo'ladi. Mana xuddi shunaqa ko'chada yurib kuzavr. Hamma joyda shov-shuv va qiman. Xullas kalom, ikkita o'zbek bola, bitta o'zbek qizi so'yib, Misr yashishga maydalab solib tashlab ketgan. Men o'ylashimcha bu bekordan bejizga bo'lmagan. 5 qo'l baravar emas deydi-ku. Aynadan bir Turkiyadaman. Bemalol kommentariyaga hamma o'zini fikrini yozib qoldirsin-chi, nima uchun bunaqa voqea bo'lgan. Uni hech kim bilmaydi. Hozir ko'plar polachib yozyapti, u qiz fohisha bo'lgan, boshqa bo'lgan, qashqa bo'lgan. Faqatgina shu qiz biladi nima bo'lganligini, ikkita bola bilib qolgan, hech kim bilmaydi. Birovda asrjat qilib, videolar qo'yib, tarqatib, hech narsaga erishmaymiz. Mana tinch. Hech kim yo'q. Vahimaga o'rin yo'q. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Xullas kalom, shunaqa gaplar. Mana bu ikki o'zbekistonlik Istanbulda qotillikda gumon qilinmoqda. Ular Durdona degan O'zbekiston fuqarosini o'ldirib, jasadini bo'laklarga bo'lib, Istanbul Shishidagi chiqindi qutilarga tashlab ketishgan kecha tunda. O'zlari Istanbuldan Gruziyaga qochish uchun aeroportga borganda xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'lga olingan.